Adaş, hazır ishning toza tayini bo'lmayotdi. Hamma odam pul topman deb yurgandan keyin pul tepishim tezlashib ketdi. O'zingmi bilasan. O'tganda bir qo'ymuchiq uchrab, bir muncha pulimdan ayrilib qoldim. Keyincha seni o'zim chaqiraman. Qo'limda ozroq pul bor. Hozir shuni yumiltib tursam, keyinchi sama billi qilasan. Ha? Unda Osmayli. Oyras, o'ltiribla ketibdi-ku. Bo'linglar tez, Dilxumarni ag'ilib boraylik. Jura. Ya, aka, bu yoq tipa. Ya, Moira. Akila. Tipa, tipa. Ola. Ya, akila, bu yoqqa. Tipa. To'xta. To'lqin! Ay, qanday ahvolingiz qizim, tinchlikmi? To'lqin bormi? Hozir noniga chiqib ketgan-da. Hozir kira, qizim, quruqlik yeb qoldim. Oy, Mana avvar az o'pdimi? bo'lsa-mu. Shundoqlik Ela. kelyapman. Rahmat. Amin. Allahu ekber. Qana tinch o'tirdinglar. O'rtasi. Ay. Oy. Asta. To'lqinjon buni o'ngshapmi qo'ymabdi, ha? Uning qo'lidan bundaq ishlar kelamdi. Qandaq? Bola bir og'rib qolmay obdan turganda. Yaxshi. Bolacho, ko'rmaydi-ku. Uyda uxlayotdi. Ha. Assalomu alaykum, Tursunka. Ha, va alaykum assalom balam. Qandaq ahvoling? Yaxshi turyapsiz, ha? Ha? Qani, o'tir. Qani kela, sen o'ltir. Na. Amin. Amin. Allohu ekber. Qandaq To'lqinjon? Sizlarni yarışib qapti deydi. Shuni anglab, alaydan sizlarni yo'qlab kelishim. Ha? O'zingiz Tursunka. Qanaroq? Qadravol balam. Yana shu do'konning ishlari bilan aldirash. Qizim, mijozingiz yo'qmi nima? Chiroyingiz bo'lakchilar. Ha, sal mijozim yo'qtirdi. O'zingizning salomatligi yaxshi-da? Yaxshi, yaxshi. Balam, men dadang rahmatlik bilan yaxshi o'tgan. Dadangni desam-ku, sana qancha qilsam arziydi. Lekin senza bo'pti. O'tgan ish qilsalabat. Ammo shu aroqni ikkinchi og'zingga og'uchi bo'lma, ha? Aroqni tashlab, o'g'il boladek ish qilsan. Mana bugun do'konga bir kun bormagandan, sendan ansirab otang kelishim. Mana seni o'z ko'zim bilan ko'rdim, hamda xotirjam bo'ldim. Rahmat sizga, Tursunka. Elimiz siz menga o'z dadamdek ko'yinyapsiz. Ashu do'konni echishqimi siz menga yordam qildingiz. Undaq dema, balam. Bir yaxshilik unutilmas, bir yomonlik detgan. Qo'limizning kasla yaxshilik qilganga yetmaydi, ha? Kemmiganga amal yo'q. Bo'pti. Hozircha remontchilik o'simi qilib tursam, qolgan ishni keyinchi maslahat bilan bir ish qilamiz. Qandaq dedim? Xudoyim buyursa, buningdan keyin hammanglarni rozi qilaman. Appali, magiping joyida, deganingdek bo'lsin. Haras qizim Dilxumar. Mau yuzkoyni az bo'lsa-mu turmushinglarga ishlatib turasizlar. Bu Qog'iniga yana men bo'lgandan keyin bir ish bo'ladi. Amin. Allohu akbar. Bu xush xabarni anglab do'konning ishlarini tashlablar kelgandim. Men do'kon qaytay. Dilxumar tamoq yesa. Bo'ldi. Xo'sh, Tamoq rahmat. yetmaslar Rahmat. Tursunka. Rahmat qizim, rahmat. Men tamoq Tursunka. qilay. Chiqay. Aram bir kelganda tamoq yemasangiz bo'ladi. Tamoq yegidak bo'lib ayrim kelmamdi men, ha? Qep qilinglar bo'ldi. Xo'sh, Xo'sh, xo'sh.
Biz əmdi yetim yesir bo'lib qoldiqmi? Xalq bizga pul sadiq qilib berdigan. Hey, bir odam yaxshi ko'ngli bilan kelsa, yana gap topamiz, ha? Boy bir obdalli bo'lib qopti kelsa, birdamdila. Xalq kes qapığını turib olamdim. O degan sizning aziz odaming tursa. Og'zing yana ichildi-ku sening. İçilmabdi emsa. Xalqning quli qarab divanda yashagan ekan. Hey, oshnoqni xiyol qilmay chayingni ich. Choy ichib qo'lingdan kela. Tayyananni yemek nim degan oson, ha? Meni choy ichgili qo'yamsan yo'q, ha? Og'zing yana ichildi-ku sening. Undaq boz talaq chiqib oshnoq bilan ko'rish. Uyga choplab qo'ymagan ekan seni. Tova, xudoyim. Ma kaskini og'iz besilmayotdi-da. Og'zingni beqib so'zla deyapman. Ha, so'zlayman qo'qanda. Hay. Hoy, chuchi qarazlar. Voy. Oy, To'qishmanglar. Juratmisan? Qanday? Kela, Qanday do'stim? Salomat turgansan, ha? Salomat. Qanday ahvolingiz? Kela. Kelaman, Allah. O'ltir. Qani kela. Amin. Amin. Allohu akbar. akbar. Ha, qanday qadash? Tinchlikmi? Tinchlik. Salomat turgansan. Seningmi biz taraflarga o'tadiganға vaqting yetdi ekan, ha? Ag'ina. Shu emasmi? Yaqindan buyon yo'qotib ketdingiz. Ha, o'zinglarchi adash. Biz tarafga boraymi demaysizlar? Ashdinglar tugidi, ish bitdi danglar, ha? Shundaqmi? Adash, uyda bekor yetayverma. Uyda bo'lsang, urush jadaldan xoli bo'lamaysan. Ha? Bugun mijozim yo'qdi. Shunga Bo'pti. Bugun uyda bo'lganingmi, nayt yaxshi bo'ldi adash. Menmo sen bilan toza bir mo'ndishay deb kelgan. Ajib yaxshi gapsiz. Bugun qanqadak mo'ndi sheylanglar. Men sizlarga o'qitib qorim tayyorlay. Voy, sizni avar qilgan bo'ldik hamsa, ha? qani, yuqoriga chiq. Xo'sh. Xo'sh. Sen bilan paranglasam adash. Balaliq chaqlarimga qaytgandek bo'lib qolaman. Sana bo'lgan mehr muhabbatim ajoyib cho'nqirjimo meni. Ha, ala adash. Yo'q, ag'ina. Boyatin sening ko'ngling deb azroq ichib qo'ydim. Endi ishmay. Men tig buni yengilib tashlagan. Pa. Yana gap qo'y bu, ha? Aroq degani-chi, ko'yganlarda ishmaysa, mana bugünkidek chaqda ichsa. Shuni deyman. Ichadigan yerda ishmaysiz. Ishmaydigan yerda ichib dumi yetib olsiz, ha? Ma'qul degina ag'ina. Men buning dardini oz tatmadim. Bo'ldi. Ishmaychi, men zo'limmagan. Bo'ldi, ishmay. Hey, men seni vaqo odam etib keldim jumomayaga. Shu emasmi? Ishchima, bugun Jurat hamma narsalarni siz uchun keldi. Ag'ina, bugun ko'nglingni deb ichay. Xo'ja. Xo'sh. Yaraysa adash. O'g'il oldak ish qilding jimo. Yaraysa. Dilqumar, balning yig'isini to'xtatsangchi. Gapga qo'shtirmayotdi, ha? Voy, Jurat, mas'ul qaldingizmi? Men sanlatga ketdingiz. Voy, sen bilan biz degan o'z odam-ku. Qandaq dedim adash? Shunday emasmi? Adash. Ilqi sodishi qanday bo'lib ketdi? Adash, xotirjam bo'l. Yilqi qo'ymichi chetdan qaytib kelsalar, shu pullarning hammasini sana dasmoyi qilib berma. Shu chaqda vaqo pul degandan qonqi o't qo'yamiz. O't, ha? O't qo'yamiz?
Ot qo'ymiz. Ha, ot qo'yimiz. Mana mashina qo'yimiz. Ot qo'ymiz. Ot qo'ymiz. Yaxshimisiz? Qorin buyurtamsiz? Adaş, neyim buyurtunuz? Tamam, halğanı buyurqın. Non yap muqordak. Onzıq kebap. Lampon.